Birinchi sevgilisi Nadaga boshqa ayolni sevib qolganini, u bilan oralari ochiq bo'lganini yozadi. Nada buni ko'tara olmaydi. Qattiq qayg'uga tushadi, natijada kasal bo'lib vafot etadi. Ba'zi kishilarni sevadi, yaxshi ko'radi, ammo lekin uni oldida qolishga arzigulik sabab topolmaydi. Bu romantik hikoya bir diyordan ikkinchi diyorga ko'chib keng tarqaldi. Butun dunyoda unga ishonadiganlar bor. Erkakni faqatgina qalbidan bog'lab qo'yish mumkin. Agar u ketishga qaror qilsa, butun dunyodagi qulflar ham uni to'xtatib qola olmaydi. Butun dunyodagi qulflar ham uni to'xtatib qola olmaydi. Qo'lingni tushir. Muhabbat muhofaza qila olmaydigan narsani kuch bilan saqlab qola olmaysan. İlk bora ko'llar atrofida, ko'priklar yonida osilgan qulflarni ko'rganimda shu jumla xotiramga kelgan. Qadimiy xurofatlarning aksi o'laroq muhabbatni qulflab qo'yish degan gap nisbiy gap. Aytishlaricha, buning tarixi Birinchi jahon urushi boshlangan paytga to'g'ri keladi. Serbiyalik Nada ismli o'qituvchi ayol Reliya ismli serb jangchisi bilan ko'prik ustida tanishib qoladi. O'rtalarida olovli muhabbat paydo bo'ladi. So'ngra urush nog'orasi chalinadi. Reliya chaqiriqqa bo'ysunib, bo'linmasi bilan Gretsiyaga urushga ketadi. O'sha yerda bir grek ayol bilan tanishadi va endi uni sevib qoladi. Birinchi sevgilisi Nadaga boshqa ayolni sevib qolganini, u bilan oralari ochiq bo'lganini yozadi. Nada buni ko'tara olmaydi. Qattiq qayg'uga tushadi, natijada kasal bo'lib vafot etadi. Shaharda bu gap tarqalgach, ayollar o'zlari va sevgan yigitlarining nomi yozilgan qulfni o'sha ko'prikka ilib keta boshlashadi. Maqsadlari bu bilan sevgilarini qulflab qo'yish edi, toki sevgan yigitlari boshqa ayolni sevib qolishmasin. Bu romantik hikoya bir diyordan ikkinchi diyorga ko'chib keng tarqaldi. Butun dunyoda unga ishonadiganlar bor. Erkakni faqatgina qalbidan bog'lab qo'yish mumkin. Agar u ketishga qaror qilsa, butun dunyodagi qulflar ham uni to'xtata olmaydi. Janoblar deydi. Bu qanchalik haqiqat deyapti endi bu kishi. Xulosani o'zlari beryaptilar. Ya'ni bu qanchalik xurofatga qarshi o'sha irim deymiz-ku biz. Qulflar ilib qo'yganini aytyapti. Bir kishi bo'lyapti, sevgan sevgimiz o'rtasi buzilmasin deb qulf osib ketyapti. Ko'p joyda bor bunaqa narsalar. Bu kishi xulosa beryaptilar-ki, shunday qilib bo'lsa sevgini saqlash mumkinmi? Boring bir munosabatlarni saqlash mumkinmi? Yo'q deyaptilar. Aytyaptilar-ki, erkakni faqatgina qalbidan bog'lab qo'yish mumkin. Agar u ketishga qaror qilsa, butun dunyodagi qulflar ham uni to'xtatib qola olmaydi. Eng yomoni, ahboblari qalbida qolishga arzigudek sabab topa olmasdan ketishga majbur qilinganlardir. Eng yomoni shu insonda, ya'ni o'zi sevgan kishisini ba'zi kishilarni sevadi, yaxshi ko'radi, ammo lekin uni oldida qolishga arzigulik sabab topolmaydi. Bu ularni sevadi, u ularni sevmaydi degan. Bu ularni ardoqlaydi, ular bunga ardoqlamaydi degan. Bu ularga mehr ko'rsatadi, borini beradi, xullas fidokorlik qiladi, ammo qarshi tarafdan nima qilmaydi unga? Biror bir munosabat bildirilmaydi. Va shunday qilib ketishga majburlanadi deyaptilar ular endi. Ya'ni bu odam ketishga o'zi majbur bo'ladi. Nima uchun qolsinki u? Bir inson shuncha mehr ko'rsating, boshqa qiling, ba'zi o'rinda qarshi tarafdan umuman munosabat bo'lmasa. Nima ushlab turasiz yani? Modomiki bu zaminda inson bor ekan, muhabbat ham, unga munosib qalb ham bo'ladi. Ya'ni bu odam ketadi qayerga? Qayerdadir buni ardoqlaydigan biri bo'ladi. Qayerdadir buni muhabbatini his qiladigan, buni mehrini, taftini tuyadigan bir kishi bo'ladi va unga yarasha munosabat qaytaradigani bo'ladi. Bu o'zidagi instinkt deymiz-ku, insonning ichidagi bir fitratda u ki bor albatta, ya'ni insonda bu ehtiyoj bormikan, uni qanoatlantiradigan bir joy bor. Uni lekin o'zi izlagan maydondan topa olmadi, o'zi izlagan dargohdan topa olmadi. Tabiiy ravishda boshqa joydan izlaydi. O'shaning uchun qalblarga ega chiqish kerak. Lekin bu yoqqa men xulosa qilib aytgan bo'lardim. Qalblarni qozonish nima bilan bo'ladi? Qalblarni qozonish yaxshilik bilan bo'ladi. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'bada al-insana ihsanu deydi shoir. Odamlarga yaxshilik qilgan qalblarni o'zingga qul qilib olasan. Chunki insonlar ko'pincha yaxshilikni quli bo'ladi deydi.
yaxshilik bilan bo'ladi u. Yaxshilik har ma'nodagi yaxshilik. Xoh moddiy bo'lsin, xoh ma'naviy. Yaxshi bo'ling, yaxshilik qiling, har qanday odamni o'ziga bog'lay olasiz. Bunaqa qulflarni ba'zi bir panjaralarda ko'ramiz. Ko'prik chetidagi panjaralarda ko'rishimiz mumkin, boshqa joylarda. Ya'ni mana shunday munosabatlar saqlaydigan. Mana shu qulflarni boshqa bir ko'rinishdagilar bor bizda bugungi kunda. U nima? Faqatgina sevgi degan nom. Bir necha yil yigit bilan qiz bir-biridan ayrilmay yurishi. Ya'ni bu nom, gap men haliga haqiqiy qalbdagi muhabbat aytmayapman. Unaqa narsa oiladan keyin bo'ladi. Ko'pincha. O'shanisi haqiqiy bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha qulfni bir ko'rinishi bu bugungi kundagi moddiy xarajatlar, to'y ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ya'ni moddiy faqatgina katta to'y qilsam, hashamatli to'y qilsam, dabdabali to'y qilsam, yaxshi artistni olib kelsam, yaxshi raqqosani olib kelsam, xullas yaxshi taomlar qo'ysam, odamlar o desa, odamlar maqtasa, shu meni oilamni, shu munosabatimni buzmaydi deb o'ylasam. Yo'q, bular ham shu xurofot qulflarga qiyoslasak bo'ladi, agar bular o'sha boya maqsadda bo'layotgan bo'lsa, dabdaba bo'lsa, isrof bo'lsa, ko'z-ko'z qilish uchun bo'lsa, kimlardir musobaqalash uchun bo'lsa va faqatgina undan maqsadlar shu bo'lsa. Vosita emas, maqsadga aylanib qolgan bo'lsa, o'sha to'y degan narsa. Bu qulf. U qulf bilan nima qilinmaydi? Oila saqlab qolinmaydi. U qulf aytyapmiz. U qulf qalbni qalbga bog'laydigan qulf bo'lsa, qalbni qalbga bog'laydigan qulf bu mehr muhabbat bu, fidokorlik bu, sabr bardoshlilik bu. Bu odamgarchilik bu. Ya'ni qarshi tarafni e'tirof qilish, qarshi tarafni mehnatlarini, qilayotgan fidokorligini ko'ra bilish bu. Bu odamgarchilik bilan bo'ladi. Bu Adham Sharqoviyning Qalbi singanlarga deb nomlangan kitobidan parcha edi. Ajoyib kitob. Ya'ni ichidagi har bir mavzuni, har bir yozmani o'qib ko'p xulosalar olish mumkin. Ko'p sharhlash mumkin. Hali ham Adham Sharqoviy aytibdilar bu kitobda. O'zlarining uslubdagi sharhni ancha qisqa qilibdilar. Ya'ni bu kishi o'zidan eshitgani maza qilardi, chunki bu kishini biz nimadan bilamiz? Nabaviy tarbiyadan bilamiz. Tonggi suhbatlar va tungi suhbatlardan bilamiz. Ajoyib. Menimcha bu kitobda ko'p xulosalarni odamlarning o'ziga ham qoldirganlar. Sizlar ham xulosa qilinglar endi.